Şərqi Türkistan Milli Uyg'unish Harakati qatorliq tashkilotlar 22 dekabr kuni tushdan keyin Amerika poytaxtidagi Oqsaroyning oldida namoyish o'tkazib, Amerikaning Uyg'ur musofirlarga alohida ko'chmanlar vizasi berishni talab qildi. Ular xalqaro jamiyatni, bo'libmi Amerika hukumatini Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik sababidan Xitoyni javobgarlik tortishga chaqiriq qildi. Mazkur namoyishga Amerikaning Virjiniya shtatida yashaydigan Uyg'urlar va lager shohidlari qatnashdi. Şərqi Türkistan Milli Uyg'unish Harakatining qurg'uvchisi Salih Xudoyor apandi so'z qilib mundaq dedi. Bugun Şərqi Türkistanning motam kuni. 73 yil burun 1949-yili 12 ayning 22 kuni Xitoy Kompartiyasi qonunsiz holda Şərqi Türkistan Cumhuriyetini besib olgan. Shuningdek keyin Xitoyning Şərqi Türkistondagi mustamlikchiligi davom qilib kelmoqda. Navbatda Şərqi Türkistonni irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Biz Şərqi Türkistonliklar Amerika hukumatidan va xalqaro jamiyatdan Xitoyning Şərqi Türkistondagi mustamlikchiligini, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun Ukrainaga yordam qilgandek Şərqi Türkistonga yordam qilishini so'raymiz. O axırda Amerika və xalqaro jamiyatni Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatga qarshi amaliy harakatga o'tishga chaqirdi. Mazkur namoyishga qatnashgan tashkilotlar yana xalqaro hukumatlarni Xitoyga besim ishlatib, Xitoyning nol Covid siyosatini oxirlashtirishni talab qildi. Namoyish qatnashuvchilari Oqsaroyning oldidagi namoyishni yig'ayotgan qattiq yomg'irga qaramasdan 2 soat atrofida davom qildi. Ular Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Xitoy Şərqi Türkistondan yo'qol degandek shuarlar bilan namoyishni tinch bir shaklda oxirlashtirdi. Xitoydan tarqalayotgan ijtimoiy aloqa vositalaridagi uchurlardan qaraganda nurg'un joylarda ilgari do'konlarda yemak-ichmak qurtilish ko'ringandek bu navbat qisqa vaqt ichida dorixonalarda bo'lsa qizitma qaytirish dorisi, yo'tal va boshqa zukam dorilar quritilgan. Hatto ijtimoiy aloqa uchurlarida maska va dorilarning bahosi necha hassa o'rlab qolmasdan, balki bularning butkul Xitoydagi dorixonalarda tugab ketganlik xabar qilinmoqda. Xitoy hukumati Omikron virus tufaylidan o'lgan tunji kishi haqida xabarni 19 dekabr e'lon qilgan bo'lsa-mu, amaliy sonning bundan bakli ko'p ekanligi haqida uchurlar o'tirg'i chiqmoqda. Halbuki Xitoy hukumati Şərqi Türkistonda bo'lsa yuqumni nol saqlab qilayotganligidan boshqa xabar e'lon qilmay kelmoqda. Ammo ijtimoiy taratqulardan doktorxonalar to'lib, bemorlarga karvat yetishmaslik ahvollarining umumyuzlik yuz berayotganligi oshkorlanib kelmoqda. Yaqinqi kunlarda ijtimoiy taratqulardagi ba'zi qisqa videolarda Şərqi Türkistondagi doktorxonalarning bemorlar bilan to'shib, qizitmasi o'rlab og'riyotgan kichik bolalar, qari yosh hammaning soatlab davolanishni kutayotganligi ko'rsatilgan. Xabarlarda deyilishicha, garchi dunyo bo'yicha qizitma qaytirish dorisi, zukam dorisi qatorliqlarning 3dan biri Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'lsa-mu, ehtiyojning birdanli g'oyat zo'r darajada eshish tufaylidan bu dorilarni pul xajlab topqil bo'lmas bo'lib ketgan. Lekin Şərqi Türkistondan dorilarning Xitoyga to'shilib jiddiylik ko'rilganligi va Xitoyda dori yetishmasi kelib chiqayotganligi keng o'ttirga chiqayotganda, Xitoy xabarlar tori 21 dekabr kuni Qashqarda dorilar to'liq, bahosi muqim deb Qashqarda dori jiddiyligi, yetishmasligi, hatto qimmatlashib ketganligi masalasi mavjud emasligini xabar qilib tarqatgan. Kanada Toronto Universiteti Fuqarolar tajribaxonasi 14 dekabr kuni doklad e'lon qilib, Xitoy soqchilarining pichak gulni tekshirish sonliq ma'lumotlarining keng ko'lamda to'playotganligini o'ttirib qo'ygan. Pichak gulni farqlantirish texnikasi ko'zdagi pichak gulni farqlantirish uchun yasalgan texnika bo'lib, asosligi shaxsiy uchurlarni dalillashda ishlatilib, kishilarni birma-bir to'g'ri moslashtirdi ekan. Pichak gulni farqlantirish texnikasi bir necha sekundda odamning haqiqiy kimligini to'g'ri belgilaydigan bo'lib, kimlik va pasport qatorliq an'anaviy kimlik dalillash usullari shundaqla barmoq izi, ovoz, chiroy va DNA qatorliq biologiyalik farqlantirish texnikasidan ilg'or ekan. Fuqarolar tajribaxonasining dokladida yana 2022 yil 8 yanvardan 26 sentyabrgacha Xitoy soqchilari Qinxay o'lkasining 3 rayonidagi 1.200.000 dan 1.400.000 odamgacha pichak gul tekshirish sonliq ma'lumotlarini to'plagan ekan. Mutaxassislar buning faqat bir sinoq turi bo'lishi mumkinligini tahlil qilib, Xitoy muvaffaqiyat qozonganligini his qilgandan keyin butun Xitoy o'lkalariga kengaytib, barliq xalqni nazorat qiladi ekan. Taliban hukumatining oliy ma'arifining muvaqqat ministri Muhammad Nadim 20 dekabr kuni e'lon qilgan xatida butun mamlakatdagi barliq xususiy va ommaviy universitetlarning ayollarning darsga qatnashishini darhol cheklab, yangidan qaror uqtirishni kutishga buyurgan. Afg'onistondagi universitet qiz o'quvchilarining bildirishicha, o'zlarining maktabning chorshanba kundan boshlab dars to'xtatishni buyurgan ekan. Taliban hukumatining oliy ma'arif ministrligining bayonotchisi Hashim bu xatni Twitterga yo'llab, uning mazmunini Amerika Birlashma Agentligiga yo'llagan uchurda dalillagan, ammo texnik ko'p tafsilotlarni bermagan.